Xo'p, o'quvchilar, ekraningizda ko'rinib turgan quyidagi slaydga yaxshilab ahamiyat bering. So'zlarning orasida ko'rgan sh so'zi haqida bugun gaplashamiz. Shni tushuntirib berishimdan oldin sizlarga yana bir marta Telegram kanallarim borligini eslatib o'tmoqchiman. Agar siz Xitoy tilini yana ham kuchliroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegramda murojaat qiling. Telegram kanallarimga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki bu kanalda Xitoy tiliga kerakli bo'lgan barcha muhim qoidalar berib boriladi. Agar tayyor bo'lsangiz, endi mavzuga qaytamiz. Xo'p, bu grammatika bizda umuman Xitoy tilida juda ham muhim grammatika hisoblanadi. Bu grammatikasiz siz juda ko'p gaplaringizni, ya'ni 70-80% gaplaringizni gapira olmaysiz. Bu eng kerakli bo'lgan qurilma hisoblanadi. Ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, to be fe'li nima ekanligini bilishadi. Ingliz tilida gapira olmaydigan o'quvchilar esa bu nima degani desangiz, bu bizni gaplarimizni tarkibidagi eng muhim qism hisoblanadi. Busiz biz gaplarimizni yasay olmaymiz. Sh degan so'z o'zi aslida bo'lmoq deb tarjima qilinadi, lekin gaplarga qo'yganingizda bo'laman deb tarjima qilinmaydi bu. Misol uchun, birinchi gapga ahamiyat berasiz. Voshi anni. Bu so'z qarang, sh degan so'zni yana ham osonroq tushuntiradigan bo'lsam, bu birorta bir insonni ismini yoki qayerdanligini, kasbini aytayotganimizda ko'proq ishlatamiz. Ya'ni siz misol uchun men o'qituvchiman, men o'quvchiman, men misol uchun anniman degan gaplaringizni xuddi shu so'z bilan birgalikda demak ishlatishingiz kerak bo'ladi. Birinchi gapda voshi anni, voshi anni. Bu gapni tarjimasi vo men degani, sh bo'lmoq, lekin bo'laman demaymiz. Anni ism. Men anniman deb tarjima qilamiz bu gapni. Voshi anni, men anniman. 我是学生. Shu hieroglifni tanidingiz, o'tgan darslarda bu hieroglifni ko'rganmiz. 学生 degani o'quvchi degani. 我是学生, men o'quvchiman. Mana shunaqa tarjima qilamiz. Uchinchi gapimizda 我是老师. 老师 degan so'zni ham oldingi darslarda ko'rganmiz. Albatta oldingi darsda agar esingizdan chiqqan bo'lsa, qaytib yaxshilab o'rganib chiqing va yana bu darsga qaytishingizni maslahat beraman. 我是老师, men o'qituvchiman. Xuddi shunday qilib, endi pastdagi so'zga ahamiyat berasiz. Buni ham biz hozir so'zlarning orasida ko'rdik. Bu deb o'qiladigan hieroglif hisoblanadi. Bu o'zi aslida emas, yo'q degan so'zni tarjimasini beradi. Xuddi shunaqa gaplarimizni mana bu yerda 3 ta gaplarni ko'rdik. Mana shu gaplarni inkor shakliga o'zgartirmoqchi bo'lsak, shu hieroglifdan foydalanamiz. Ya'ni men anni emasman, men o'qituvchi emasman, men o'quvchi emasman bo'lsa, mana shu so'zni shdan oldinga qo'yib ishlatasiz. 我不是anni. 我不是anni. Men anni emasman. Emasman degan narsani beradi. Ahamiyat bering, shdan oldin keladi. Keyingisida 我是学生. 我是学生. Men o'quvchi emasman. Uchinchi gapimizda 我不是学生 yozilgan. Bu yerda ham 老师 bo'lishi kerak o'zi aslida. O'qituvchi. 我不是老师. 我不是老师. Men o'qituvchi emasman. Endi yana bitta so'zni qo'shaman bu yerga. Mana bu so'zni albatta daftaringizga yozib qo'ying. Bu hali adashmasam so'zlarimiz orasida kelmadi. Ma deb o'qiladi. Buni hech qanaqa toni yo'q. Ma shunchaki. Bu so'zni tarjimasi yo'q. Bu shunchaki qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni bizning o'zbek tilidagi so'roq gaplarimiz bo'ladi-ku. Ya'ni sen annimisan? Sen o'quvchimisan? Oxiridagi m degan qo'shimchani mana shu so'z ifodalab beradi. Har doim gaplarni oxiriga qo'yib, gaplarni so'roq demak, gaplarga aylantirishda ishlatamiz bu hieroglifni. Quyidagi gaplarga ahamiyat berasiz. 你是老师吗? Ma. 你是老师吗? Sen o'qituvchimisan? Endi biz vo degan hieroglifni o'zgartirdik, to'g'rimi? Menda qo'ymaymizda, endi ni degan so'zni qo'yamiz. Ya'ni sen deb so'raymiz, to'g'rimi? 你是老师吗? Sen o'qituvchimisan? 你是老师吗? 你是安妮吗? Sen annimisan? 你是安妮吗? 你是学生吗? 你是学生吗? Sen o'quvchimisan? Sen talabamisan? Degan gaplarni yasashda ifodalaymiz bu hierogliflarni. Bu hierogliflarni hammasini daftarga yozib, gaplarni ham yozib, yodlab oling o'quvchilar. Biz yana davom etamiz.
O'quvchilar, biz uchun kerakli bo'lgan muhim grammatikani o'rganib oldik. Ikkinchi dialogni uyda albatta yana ham ko'proq o'rganib, o'sha grammatikani ishlatilish o'rinlarini yaxshilab o'qib, o'rganib oling. Imkon bo'lsa, mana shu dialogni uyda qayta-qayta o'qib, o'zingiz ham mustaqil ravishda aytib o'rganing. Xitoy tilida o'zingiz gapirib o'rganing. Ni hao, Anni. Ni hao, 陈天中。我不是安妮，我是白佳悦。对不起，没关系。我不是安妮men Anna emasman deyapti, to'g'rimi? 我不是安妮我是白佳悦 Xo'p, endi darsimizni 3-qismiga o'tamiz. 3-qismida ham biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz hozir. Demak, 12-so'z. Orqamdan takrorlab, talaffuzni o'xshatishga harakat qiling va bularni ham yodlab oling. Demak, qin 3-tonda kelyapti bu so'z. Qin, qin, juda degan so'zni tarjimasini beradi. Juda, qin, juda. 高兴，高兴，兴 h tovushiga ahamiyat bering. 兴，高兴, xursand, xursand bo'lish degan so'zni beradi. 认识 r tovushini talaffuziga ahamiyat bering. r 认识，认识，认识 tanimoq, tanishmoq degani. 认识，认识. Xo'p, 15-so'zimiz ye, ye bu so'zni tarjimasi ham shuningdek degani. Ya'ni men ham o'quvchiman bo'lsa, 我也是老学生。我也是学生 men ham o'quvchiman. Ham degan so'zni tarjimasini beradi. 3-dialogga qaytamiz. 3-dialogimizni o'qib, tarjimasini ko'rib, sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. 你好，我叫李文。你好，我叫白佳悦。很高兴认识你，很高兴认识你，认识你，我也很高兴，认识你，我也很高兴。Hop, tarjima qiladigan bo'lsak. Salom, ismim Livan. Salom, ismim Bayjaye. Judayam xursandman tanishganim bilan, ya'ni tanishganimdan siz bilan. Ya'ni endi men bu yerda hozir hammasini so'zma-so'z tarjima qildim. Siz bilan tanishganimdan juda xursandman deb tarjima qilaveramiz buni. 很高兴 juda xursandman. 很高兴认识你 siz bilan tanishganimdan. 认识你 pastdagi gap. 认识你我也很高兴。认识你我也很高兴。Siz bilan tanishganimdan men ham juda xursandman. 我也 men ham 很高兴 juda xursandman. 3-qismida bizga kerakli bo'ladigan boshqa grammatika yo'q. Shunchaki so'zlar berilgan bu yerda va dialog. O'quvchilar, shu yerda biz 2-mavzuni yakunlaymiz. Siz shu yergacha bo'lgan barcha so'zlarni albatta daftarga yozib, yodlab oling. Hop, kitobni mana bu qismlarda, ya'ni mavzularning oxirgi qismida nima berilgan desangiz, bu yerda shunchaki tonlarni mashq qilish uchun gaplar, maqollar, tezaytishlar beriladi. Buni siz uyda o'zingiz o'qib, tonlarini chiqarib mashq qilishingiz mumkin. Misol uchun, 七加一再减一加完减完等于几加完减完还是七 Buni tarjimasi 7ga 1ni qo'shadigan bo'lsak, yana 1ni ayirsak, qo'shganda, ayirganda barobar javobi necha bo'ladi? Qo'shganda ham, ayirganda ham baribir 7 degan tezaytish bo'ladi bu. Buni uyda albatta o'qib, o'rganib mashq qiling. Va ikkinchi mavzumiz ham shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. O'quvchilar, shu yergacha aytgan barcha qoidalarimni albatta daftarga yozib, yodlab o'rganib oling. So'zlarni yaxshilab yozib o'rganing, chunki siz aytishingiz mumkin, juda ham tez tushuntirdingiz va men harakat qildim imkon qadar qisqa muddatda sizga muhim bo'lgan qoidalarni oson, tez tushuntirishga. Va albatta siz bu videoni qayta-qayta ko'rib, o'zingiz yana ham ko'proq tushunib, yana ham ko'proq misollar tuzib, ko'proq gapirib o'rganib olsangiz bo'ladi. Grammatikalar qiyin emas. Faqat iyeroglifga sal ko'proq vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi. Har bitta iyeroglifni yaxshilab yozib, yodlab o'rganing o'quvchilar. Busiz xitoy tilini o'rganishni ilojisi yo'q. Xo'p, sizlar bilan keyingi darsda xayrlashamiz va albatta meni Telegram kanallarim borligini yana eslatib o'tmoqchiman. Kanalimga albatta obuna bo'lib qo'ying. Xitoy tilini yana ham kuchliroq o'rganish uchun albatta menga Telegramdan murojaat qiling. Sizlar bilan birgalikda xitoy tilini kuchliroq o'rganamiz. Keyingi darslargacha ko'rishguncha o'quvchilar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Uyga vazifalarni yaxshilab o'qib o'rganib chiqing.